Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Saylov 2021 ko'rsatuvining navbatdagi soni yana efirda. Xabaringiz bor, joriy yilning 24-oktyabrda O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovlari bo'lib o'tadi. Darhaqiqat bu jarayonda milliy saylov tizimining ajralmas bo'g'ini sanalgan saylov komissiyalarining alohida o'rni va roli borligini inobatga olib, bugungi ko'rsatuvimizda saylov okruglari va okrug saylov komissiyalari, shuningdek saylov uchastkalarining tashkil etilish tartibi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Xo'sh, bugungi saylov okruglari va uchastkalarini tashkil etish jarayonlari qay darajada? Biz bugun shu maqsadda studiyamizga berilgan savollarga javob olish maqsadida ekspertlar guruhini taklif etganmiz. Yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori Begzod Narimonov hamda Toshkent davlat yuridik universiteti o'qituvchisi Xurshid Boterov. Xush kelibsizlar. Saylov okruklarini tashkil etish tartibi haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Saylov okruglari O'zbekiston Respublikasi prezidentligini saylovini tashkil etish bo'yicha muhim institutlardan biri. O'zbekistonda mana shu saylov okruglari viloyatlar, Toshkent shahri va Qoraqalpog'iston Respublikasi chegarasi bo'yicha 14 ta saylov okrugi saylov kodeksi va saylov qonunchiligimiz bo'yicha tashkil etildi. Hozirgi kunda mana shu saylov okruglari o'zini faoliyatini olib boryapti. Buni ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali ham kuzatib boryapmiz. Saylov okruglari bevosita ularni joylashgan joyi, chegarasi, saylovchilarning soni bo'yicha Markaziy saylov komissiyasi tomonidan demak tasdiqlanadi va bu saylov okruglari keyinchalik o'zini faoliyatini olib borishga vakolatli hisoblanadi. Markaziy saylov komissiyasi okrug va uchastka saylov komissiyalarining faoliyatini qaysi huquqiy hujjatlarga asosan tashkil etadi va tartibga soladi? Shu haqida bir ma'lumot berib o'ting. Saylov okruglari, uchastka saylov komissiyalarining faoliyati bevosita O'zbekiston Respublikasining saylov kodeksi bilan tartibga solinadi. Shuningdek, boshqa Markaziy saylov komissiyasi tomonidan qabul qilingan muhim qarorlar bor. Bu okrug saylov komissiyasi, uchastka saylov komissiyalarining faoliyatini tashkil etishni belgilab beradigan huquqiy hujjatlar. Yana xalqaro huquqiy hujjatlar bor. Bu xalqaro huquqiy hujjatlar mana shu uchastka okrug saylov komissiyalarini faoliyatida muhim hisoblangan xalqaro huquqiy me'yorlarni belgilab bergan. Mana shu hujjatlar asosida, demak, okrug va uchastka saylov komissiyalari o'zini faoliyatini olib boradi. Begzod aka, savol tug'iladi. Saylovlarni o'tkazishda saylov komissiyalarining qaysi prinsiplar asosida faoliyat yuritadi? Bu xalqaro huquqda ham belgilangan saylov bo'yicha muhim standart va prinsiplar Birlashgan Millatlar Tashkilotini Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi pakt, Yevropa xavfsizlik hamkorlik tashkilotining huquqiy hujjatlari, mustaqil davlatlar hamdo'stligi huquqiy hujjatlari va boshqa xalqaro tashkilotlarning hujjatlarida saylovga oid muhim prinsiplar belgilab berilgan. Bularning eng asosiylari o'sha umumiy saylov huquqi, teng saylov huquqi, yashirin ovoz berish huquqi, ochiq va oshkoralik. Mana shu prinsiplarni, demak, saylov komissiyalari hayotga joriy qilish bo'yicha o'zini faoliyatini olib boradi. Sizlarga navbatdagi savolim, saylov komissiyalarining ish tartibi qanday tashkil etiladi? Mazkur saylov komissiyalari Markaziy saylov komissiyasi bo'ladimi yoki okrug saylov komissiyalari, uchastka saylov komissiyalari faoliyati aniq nizomlar asosida, saylov kodeksi asosida belgilangan. Har bir saylov komissiyasining okrug saylov komissiyasi faoliyatini tashkil etish bo'yicha alohida nizom qabul qilingan, uchastka saylov komissiyasi faoliyatini tashkil etish bo'yicha alohida nizomlar qabul qilingan bo'lib, ushbu nizomlar asosida O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini belgilangan tartibda qonuniy asoslarda o'tkazish uchun barcha huquqiy asoslar yaratilgan. Agar saylov komissiyasi tarkibiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, qanday shakllantirilishiga 8 nafar a'zodan tashkil topadi. Bu komissiya raisi, o'rinbosari, kotibi va qolgan a'zolardan iborat. Ular faoliyatida barcha masalalar qonuniylik asosida, adolatlilik, kollegiallik asosida tartibga solinadi va ular faoliyatini jamoatchilik ham ochiq, oshkora tarzda kuzatib, ko'rib borishi mumkin. Barcha ularning faoliyati bugungi kunda shaffof tarzda olib borilmoqda. Okrug saylov komissiyalarining tuzilish tartibi va okrug komissiyalarining a'zolarini kimlar tashkil etadi? Okrug saylov komissiyalari faoliyati aynan Markaziy saylov komissiyasi tomonidan tashkil etiladi. Yuqorida ta'kidlanganidek, kamida 8 nafar a'zo okrug saylov komissiyasi a'zoligiga jalb etiladi. Bular rais o'rinbosari, kotib va a'zolar. Ular saylov kampaniyasi e'lon qilinib, okruglar tuzilgandan keyin komissiya a'zolari 3 kun o'tgandan so'ng tuziladi. Bunda nomzodlar jamiyatda egallagan obro'siga, o'sha faoliyatiga alohida e'tibor qaratiladi. Bunda faqatgina
siyosiy partiya a'zolari, mahalliy tuman hokimlar, mansabdor shaxslar, nomzodlarning qarindoshlari yoki ishonchli vakillari va boshqalarga okrug saylov komissiyasi a'zosi bo'lishga yo'l qo'yilmaydi. O'zbekiston Respublikasi Saylov kodeksining 22-moddasiga binoan okrug saylov komissiyalarining asosiy vazifalari belgilab berilgan. Ushbu vazifalar haqida bir tushunchalar berib o'tsangiz. To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Saylov kodeksida va O'zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovini tashkil etishda okrug saylov komissiyalari faoliyati tartibi to'g'risidagi nizomda okrug saylov komissiyalarining vazifalari aniq belgilangan. Ularga ko'ra, saylov kodeksi ijrosi ustidan nazoratni amalga oshirish, shuningdek saylov uchastkalarini tuzish, bundan tashqari saylov uchastkalarini raqamlash, ularni joylashuvi haqida fuqarolarga xabardor qilish, saylov uchastkalari faoliyatini muvofiqlashtirib borish, takroriy saylov, takroriy ovoz berish jarayonini tashkil etish, ommaviy axborot vositalariga va boshqa ishonchli vakillarga, siyosiy partiyalarning vakillari, xalqaro kuzatuvchilarga okrug saylov komissiyasi haqida faoliyat haqida xabardor qilish, ularning axborotlarini tinglash va yana bir qator ko'plab vazifalar o'rin olgan. Ulardan eng muhimlaridan biri bu saylov uchastka komissiyalaridan kelgan ovozlarni jamlab, markaziy saylov komissiyasiga o'sha okrugda saylov natijalarini yetkazish ham kiradi. Bundan tashqari okrug saylov komissiyalari fuqarolarning murojaatlarini ham ko'rib chiqishi bilan ahamiyatli hisoblanadi. Saylov jarayonida har bir fuqaroning saylovga bo'lgan huquqini ta'minlash uchun okrug saylov komissiyasi bu masalada ham juda jiddiy e'tibor qaratilishi va bu muhim vazifa ekanligi ushbu nizom va saylov kodeksida ham belgilab ketilgan. Rahmat. Uchastka komissiyasi a'zolari tarkibi qanday bo'ladi? Uchastka saylov komissiyasi qonunchilik bo'yicha saylovga 40 kun qolganida 5 nafardan 19 nafargacha a'zodan, ya'ni bu yerda rais, a'zolar va kotib tarkibda saylanadi. Uchastka saylov komissiyasiga berilgan vakolatlarni keng ko'lamligidan kelib chiqqan holda ularga bir qator talablar qo'yilgan. Ya'ni uchastka saylov komissiyasi a'zolari qanday talablarga javob berish kerak degan muayyan shartlar bor. Birinchi navbatda uchastka saylov komissiyasi a'zosi 21 yoshga to'lgan bo'lishi kerak. Undan keyin oliy yoki o'rta maxsus ma'lumotga ega bo'lishi kerak. Qoida tariqasida saylov jarayonida bevosita qatnashgan, bu borada tajribaga ega bo'lishi kerak hamda aholi o'rtasida obro'-e'tiborga ega bo'lgan shaxslar orasidan demak a'zolar bo'lishi mumkin va yana bitta muhim jihati bor. Bitta tashkilotni o'zidan yarmidan ko'p qismi uchastka saylov komissiyasi a'zosi bo'lishi mumkin emas. Bu demak bitta tashkilotni xodimlarini asosiy qismi mana shu komissiya a'zosi bo'lishini boshqa tashkilotlar, masalan boshqa o'sha hududda joylashgan fuqarolik jamiyati institutlari, nodavlat notijorat tashkilotlar, o'zini o'zi boshqarish organlaridan ham komissiya a'zolari bo'lish kerakligini belgilaydi. Mana hozir uchastka saylov komissiyasi a'zolarining tarkibi xususida ma'lumot berib o'tdingizda, endi savol tug'iladi. Savol ustiga uchastka saylov komissiyasi qanday vakolatga ega? Uchastka saylov komissiyasining vakolatlarini agar tahlil qiladigan bo'lsak, uni demak shartli ravishda 3 ta qismga bo'lish mumkin-da. Birinchi navbatda saylov jarayoniga tayyorgarlik ko'rish. Saylov jarayoniga tayyorgarlik ko'rishda nima qiladi? Saylovchilarning ro'yxatini tuzadi. Ro'yxat tuzilgandan keyin uni saylovchilarga tanishtiradi. Saylov kuni saylov jarayonida ovoz berishda qatnasha olmaydigan saylovchilarni aniqlaydi va mana shu saylov kuni o'tkaziladigan ovoz berish jarayonida lozim bo'lgan barcha shart-sharoitlarni ta'minlash choralarini ko'radi. Bu o'sha ovoz berish xonalari, uchastka saylov komissiyasi a'zolari faoliyat yuritadigan o'sha eng muhim tashkiliy vositalar, texnik vositalar, moddiy texnik vositalar. Bularning hammasi demak o'sha saylov jarayoniga tayyorgarlik. Endi ikkinchi asosiy qismi ovoz berish jarayonini tashkil etadi. Bu o'sha 2021-24 oktyabr kuni bevosita saylov jarayonida saylovchilar kelib ovoz berish jarayonini tashkil etish. Bu ikkinchi bosqich hisoblanadi va uchinchi muhim bosqich ovoz berib bo'lgandan keyin ovozlarni sanash hamda saylovchilar tomonidan agar ariza, taklif, shikoyatlar bildirilgan bo'lsa, ular yuzasidan muhim qarorlar qabul qilish hisoblanadi. Sizlarga bermoqchi bo'layotgan navbatdagi savolim quyidagicha. O'zbekiston Respublikasining xorijiy davlatlardagi vakolatxonalari huzuridagi saylov uchastkalarini tashkil etish tartibi qanday bo'ladi? Uni tartibi qanaqa o'zi? O'zbekiston fuqarosi O'zbekiston hududida bo'ladimi yoki uni tashqarida bo'ladimi? Albatta saylov huquqidan foydalanishi, ta'minlanishi lozim. Bu borada oxirgi qonunchilik kiritilgan o'zgartishlar qo'shimchalarga ko'ra O'zbekiston Respublikasidan tashqarida yashayotgan fuqarolar oldin diplomatik yoki konsullik idorasi tomonidan
saylovchilarning ro'yxatlari tuzilardi. Endi hozirgi kunda qonunchilikka kiritilgan o'zgarish va qo'shimchalarga ko'ra saylovchilarni o'zi ham mustaqil ravishda elektron murojaat yuborib, mana shu diplomatik konsullik idorasi tomonidan tuzilgan ro'yxatga o'zini saylov huquqidan foydalanish bo'yicha murojaatini yo'llashi mumkinligi belgilangan. Endi savolingizga keladigan bo'lsak, xorijiy davlatlarda, chet el mamlakatlarida o'sha O'zbekiston Respublikasi diplomatik yoki boshqa vakolatxonalari huzurida saylov uchastkalari tashkil etiladi. Bu birinchi navbatda Tashqi ishlar vazirligining taqdimnomasiga asosan saylovga kamida 60 kun qolganida va ayrim holatlarda 10 kun qolganida ham mana shunday saylov uchastkalari tashkil etilishi mumkin. Agar 10 kun qolganida uchastka saylov komissiyasi tashkil qilinadigan bo'lsa, mana shu uchastka komissiyasining a'zolari ham bir vaqtni o'zida tasdiqlash uchun Markaziy saylov komissiyasiga berilishi kerak. Yana bir muhim masala saylov kodeksi bilan belgilab berilyapti. Saylov okruglari a'zolari yoki uchastka a'zolarini rag'batlantirish masalasi qo'yilganda shu haqida bir ma'lumotlar berib o'tsangiz. Demak, uchastka saylov komissiyasi a'zolariga mehnatiga haq to'lash, ularni boshqa o'sha turdagi kompensatsiyalarni to'lash hamda muayyan ish joyiga bo'lmagan yoki pensionerlarni mehnatiga haq to'lash tartibi ham qonunchilikda mustahkamlandi. Bunga ko'ra o'sha muayyan tashkilotda ishlayotgan xodim agar uchastka saylov komissiyasi a'zoligiga jalb qilinadigan bo'lsa, uni qonunchilik bo'yicha o'rtacha oylik ish haqi saqlanadi. Bundan tashqari unga o'sha oziq-ovqat va transport bo'yicha kompensatsiya to'lanadi. Agar mana shu komissiya a'zosi muayyan ish joyiga ega bo'lmagan bo'lsa yoki pensioner bo'ladigan bo'lsa, uni o'sha qonunchilikda belgilangan tartibda unga ish haqqi to'lanadi va bu o'sha mana shu komissiya a'zolarini o'ziga yuklatilgan vakolatlarni, vazifa, funksiyalarini sidqidildan bajarishga xizmat qiladi. Mana ayni kunlarda joylarda okrug saylov komissiyalarining o'z ishini boshlab yuborganini xabarlaringiz bor. Hozirgacha ular tomonidan qanday ishlar amalga oshirildi va yana qanday muhim masalalar kun tartibida turibdi? Okrug saylov komissiya a'zolarining tarkibi shakllantirib olingan bo'lsa, hozirgi kunda ayni vaqtda okruglarda saylov uchastkalarining hududlari, aynan nechta saylov okrugda nechta saylov uchastkasi bo'ladi, unga qaysi hududlar biriktirilgan, unda qancha saylovchilar qatnashishi, shu kabi masalalar hozirgi kunda hal etib borilmoqda. Bundan tashqari uchastka saylov komissiyalarini shakllantirish ham aynan okrug saylov komissiyalarining vazifasi hisoblanadi. Bu borada ham ishlar olib borilmoqda. Bundan tashqari hozirgi kunda uchastka saylov komissiyalarini kerak bo'lsa, o'sha treninglarni tashkil etish, ularni tayyorlash, o'qitish kabi masalalarda ham okrug saylov komissiyalari bu vazifalarni olib borishmoqda. Buni biz istalgan bir hududga chiqib guvohi bo'lishimiz mumkin. Misol uchun Toshkent shahrida bugun deyarli barcha mahallalarda o'sha qayerda saylov uchastkasi tashkil etiladigan bo'lsa, barcha davlat organlari saylov kodeksida bu belgilab ketilgan okrug saylov komissiyalariga yordam berishga majbur. Moddiy texnik o'sha bazalar bo'ladimi, ya'ni kompyuter, internet yoki boshqa kerakli jihozlarning barchasi tekin taqdim etilishi kerak va ularni o'sha belgilangan darajada, yuqori darajada tashkil etishda bugun ular okrug saylov komissiyalariga yaqindan ko'makchi, yordamchi bo'lib xizmat qilmoqda. Saylov uchastkalarida saylovchilarga qulaylik yaratish uchun eng asosiy e'tibor qilinadigan jihat bu nogironligi bo'lgan shaxslar uchun, misol uchun maxsus panduslar yaratilgan bo'lishi kerak. Shuningdek, mazkur shaxslar uchun maxsus kabinalar bo'lishi kerak. Undan keyin saylovchilarga qulaylik bo'lish uchun yoritish moslamalari bo'lishi kerak. Qulay o'sha kirib chiqish uchun yaxshi asfalt yotqizilgan bo'lishi kerak. Moddiy texnik baza deymiz, bu tezkor internet bilan ta'minlangan bo'lishi kerak. Mana shu saylov uchastkasida saylovchilar ovoz berishi uchun barcha o'sha pandemiya sharoitlaridan kelib chiqqan holda karantin qoidalariga rioya qilingan bo'lishi kerak. Bularning barchasi mana shu oddiy til bilan aytganda saylovchilarni saylov kuni kelib ovoz berayotgan paytda ham saylov qonunchiligi, ham pandemiya karantin qoidalari hamda xalqaro o'sha saylov huquqi bilan bog'liq standart va prinsiplarga amal qilgan holda o'tkazish bo'yicha talablarning barchasi bajarilgan bo'lishi kerak. Mana hozir talablar xususida to'xtalyapmiz. Saylov komissiyalarining faoliyatida ochiqlik va oshkoralik qanday ta'minlanadi?
ochiqlik, oshkoralik bugungi saylov jarayonini eng asosiy shiorlardan biri bo'lyapti deb aytsak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki nafaqat ommaviy axborot vositalari, balki ijtimoiy tarmoqlar ham saylov jarayonining barcha bosqichlarida faol yoritib bormoqdalar va ularni bevosita o'sha saylovchilarga e'tiboriga yetkazilmoqda. Bu ham o'sha konstitutsiyamizda belgilab berilgan axborot olish huquqi ta'minlanayotganligi bitta misol sifatida keltirsak bo'ladi. Endi har bitta o'sha okrug saylov komissiyasi bo'ladi, uchastka saylov komissiyasi bo'ladimi? Bularni ochiqlik, oshkorlikni ta'minlash bo'yicha o'zini muayyan funksiyalari bor. Birinchi navbatda boya aytib o'tdik, saylovchilar ro'yxatini shakllantiradi dedik. U saylovchilar ro'yxati shakllantirilgandan keyin u saylovchilarga ko'rinarli joyda uchastka saylov komissiyasida ilib qo'yilishi kerak. Ya'ni bu saylovchilar e'tiboriga havola etilishi kerak. Undan tashqari mana shu saylov kuni saylov ovoz berish vaqti va joyi saylovchilarga ma'lum qilinishi kerak. Bu ham ochiqlik, oshkoralik. Endi har bitta mana shu saylov komissiyasini funksiyalaridan tashqari ommaviy axborot vositalari va boshqa o'sha kuzatuvchilar, milliy va xalqaro kuzatuvchilar ham ochiqlik, oshkorlikda muhim funksiyani bajaradi. Ommaviy axborot vositalari masalan har bir saylov jarayonini bosqichlarini yoritib borib aholiga ma'lumot sifatida yetkazadigan bo'lsa, xalqaro va milliy kuzatuvchilar mana shu saylov jarayonida agar qandaydir bir qonun buzilish holatlari aniqlanadigan bo'lsa, uni bevosita aniq fakt asosida saylov komissiyasi mas'ullariga yetkazish va uni o'zi xohlagan usulda o'sha bayonot sifatida berish yoki o'sha xalqaro kuzatuvchi sifatida kelgan xalqaro tashkilotni yoki xalqaro xorijiy mamlakatni saylov komissiyasi tarkibida o'zini saylov tugagandan keyin bayonotlarni berish tartibida ochiqlik va oshkorlikni ta'minlashi mumkin. Shu o'rinda aholimiz tomonidan ham savol kelib tushgan. Savolni o'qib eshittirsam, men mahalla faoliman. Uchastka saylov komissiyalari bilan mahallalarning hamkorligi qanday yo'lga qo'yiladi? Biz ularga qanday ko'maklashishimiz mumkin deb savol yo'llayaptilar. Shu haqida bir ma'lumotlar berib o'tsangiz. Demak, o'zini o'zi boshqarish organlari saylov jarayonlarida muhim bir funksiyalarni bajaradi. Birinchi navbatda bu saylov jarayonlarida, saylov komissiyalarining yig'ilishlarida bular bevosita qatnashishi mumkin. Uchastka saylov komissiyasi a'zoligiga o'sha nomzodlarni taqdim etayotganda o'zini o'zi boshqarish organlari ham qatnashadi. Ya'ni o'zidan nomzod berib, o'sha komissiya a'zosi sifatida qatnashishni ta'minlaydi. Undan tashqari o'zini o'zi boshqarish organlari Markaziy saylov komissiyasi, okrug saylov komissiyasi, uchastka saylov komissiyasi majlislarida hozir bo'lishi mumkin va o'zini fikrlari bilan o'rtoqlashishi mumkin. Shu o'rinda bir xulosaviy fikrlar bilan bugun ko'rsatuvimizga yakun yasasak. Yuqorida biz ta'kidlab o'tganimizdek, O'zbekistondagi muhim siyosiy kampaniyani muvaffaqiyatli, samarali va butun dunyoda o'sha xalqaro hamjamiyatni ko'z o'ngida xalqaro imijimizni ijobiy ta'sir qiladigan tarzda o'tkazishda okrug saylov komissiyalari, uchastka saylov komissiyalari har bir a'zosi o'sha mas'uliyatni his qilgan holda, o'ziga yuklatilgan vakolatlarni to'liq va teran anglagan holda, saylov qonunchiligiga oid muhim bilim va ko'nikmalarni puxta egallagan holda amalga oshirishi talab etiladi. Ushbu prezident saylovi xalqimizning taqdirini, xalqimizning ertangi kunini belgilab beradi. Bu jarayonda juda ham ko'plab yoshlarimiz ilk marotaba birinchi marta saylovlarda ishtirok etishadi. Aynan ushbu yoshlarga qarata O'zbekistondagi barcha O'zbekiston fuqarolariga va yoshlarga qarata aytamizki, saylovda faol ishtirok eting. Studiyamizga tashrif buyurgan mehmonlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shu nuqtada esa biz bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Xayr, omon bo'linglar.